Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadak Ağacı Rozu bugün Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaha. 2021 ayının 18. günü hürmetli vatandaş. Hesapta bugünlerden hazır Alyaska'nın Antroy şehrinde Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldorlari bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin yuqori darajalik amaldorlari suhbatga kirdi. Hürmetli Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken apandi Xitoy Uyg'uristonda qirg'inchilik qilyotdi. Jazo lagerida och qo'yib qirg'inchilik qilyotdi. Uyg'urlarni och qo'yib, och qo'rsoq o'ltiryotdi. Bu Xitoyning birdan-bir qirg'inchilik qilish usuli. Hurmatli davlat ishlar kotibi Antony Blinken apand. Suhbat 2 kun davomlashadi ekan. Mushu masala hozir Xitoyning javob berishga tegishli masalalardir. Hurmatli davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Yani vaziyat doğrusu gap qilsak, hurmatli vatandaş, hozir Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorligi 16 kunidan boshlab Osiyoda g'avg'o, ya'ni Jungo tarafdan g'avg'o paydo qildi. Ya'ni mening deganim, Jungo taraf Yaponiya tarafini nihoyatda sattillo bilan haqorat qildi. Demak, bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya hamkorligining Jungoga qanday ta'sir qilganligini shuni ko'rib olsangiz bo'ladi vatandash. Uning ustiga suhbat 4 davlat suhbati o'tkazilib bo'lib 6 kundan keyin 12 kuni Prezident Joe Biden bu suhbatga qatnashib 4 davlat suhbatini oyoqlashtirib 6 kundan keyin endi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken apandim ve Aksaray Davlat Bexatarligi maslahatchisi Jake Sullivan apandimlar bugun Alyaskada Xitoy hukumati bilan suhbatga o'tirdi. Yana bir alohida xabardayli buni vaziyatga oid. Masalan, suhbat boshlanishdan burun 14 kuni, 5 ayning 14 kuni, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri va Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Yaponiya kelishdan 2 kun burun hamda haqiqiy suhbat boshlanishdan 4 kun burun hisobda Jungo Halk Cumhuriyeti siyosiy kengashining boshlig'i, ya'ni 2-chi qurultayning boshlig'i, siyosiy kengashining boshlig'i Wang Yang 14-kunidan 17-kunigacha Uyg'uristonga, yana mustamlika Uyg'uristonga berib xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Bular 4 guruh bo'lib bo'linib xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Bu 4 guruhga Qumol, Turpan, atrofi Qashqar, Urumchi va shundaqlar. Qizilsuv avtonom oblasti, yana Otosh shahrigacha. Yana qayerdagicha berib tekshirdi bu hisobni ko'rolmaymiz siz bilan biz. Biroq dal o'sha paytda mavzu shunda qo'yildi, Dubit orbitiga intayin nozik bir paytda Wang Yang hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni Uyg'uriston mustamlika Uyg'uristonni xizmat tekshirish bilan tekshirish keldi degan gap nima sabab? Masalan, sana foydasiz bir gap bo'ldimi? Masalan, Amerika sana bir bosim ishlatdimi? Yoki mushu suhbat paytida sen uyaga berib, balki Amerikaga topshiradigan bir vazifa, yaxshi doklad bormi? Masalan, Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida yoki Uyg'urlarni texmi bostirish to'g'risida sen Urumchi va Qashqar, Tumol, Turpan qatorliq yerlarga tekshirib bordingmi? Wang Yang apandi zodi nima? Sening oxirgi qatim g'oljirlik qilishing, ya'ni Jungo partiyasining oxirgi g'oljirligi bilan uning siyosatni ushlash darajasi, ya'ni xalqaro vaziyatni ushlash darajasi, ushlash iqtidorining zodi qanchalik ekanligini bilgili bo'lmaydi. Bugun Alyaskada suhbatga o'tirdi. Buni hozir Tayvanning pul qaraydigan jilladagi leksiya so'zlaydigan leksiyachilar
neme dedi, Huang Xidong degen neme dedi deseniz hazır Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti 4 devlet ittifakı. Asiyada 4 devlet ittifakını kurup çıktı ve yaki şundak ahval aslında 4 devlette Katar'ı turguzup bulup Cungo bilen söhbet başladı degellik. Bu yani kopaldırak tasvirlegen iken o hazır men biyat onda etmay bu degellik Cungo'ga naiti eğer tehdit degellik dep görsetti. Vaziyetmiş şu, Wang Yang efendi, sizden bu seferinizde Şinjan Uygur Abdunum Rayın yani müstemlik Uyguristan'da cezalagırları meselesi Uygurlarını bastırış meselesi doğrusu da. Yani Uygurlarını kırgın kılış meselesi doğrusu da. Yumuşak bir siyaset tapşırışınız mümkün mü? Ya ki teheme kattık siyaset tapşırışınız mümkün mü? Hazır bu alyaski söhbet doğrusu xil fikirler çıkıvatıdır. Xil fikirlerinin hemisi birinci Amerika Qo'shma Shtatları teşebbüskar orunda turdu. İkinci Amerika Qo'shma Shtatları Cungo'ga muşayakladı. Mesela Tayvan, Hong Kong, Tibet, Uygurlar doğrusu besim işletiyordu. Bunu herkes taşrif etmeydi. Bu meselelerini herkes taşrif etmeydi. Bu katımkı söhbetin yadrosu muşiyede. Degендek təhlillər arka-arkadan gelişki başladı. Wang Yang efendi siz zaten nemi iş kılısınız? Şinjan degen yerde yani müstemliki Uyguristan'da delmişindek vaziyeti yürüp berişinizden qaraganda vaziyette bir özgürüş bulamdı o yaka kandak. Bizden sualımız bu şu, Uygurlarının suali şu.